Bolgariyada 3 oy davomida mavsumiy ishda ishlab, yaxshi daromad qilib, yaqin do'stlar orttirib kelgan Faxriddin aka bilan bugun suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Faxriddin aka 2025-yilda yoz mavsumida Bolgariyada bo'ldingiz, a? Albatta. Nega aynan ushbu yo'nalishni tanladingiz? Bolgariyada qonunlar yaxshi, yumshoq, insoniyliklari yaxshi, yotoq joylari yaxshi ish beruvchini va 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlagani zo'r bizga, to'g'risi. Shuning uchun Bolgariyani ta'minlaganmiz, tanlaganmiz. Yo'nalishingiz nima bo'lgan o'ta? Yo'nalishimiz barmenlik bo'lgan mehmonxonada. Ish beruvchimiz muomalasi yaxshi, oila yaxshi edi. Shunga Bolgariyani tanlaganmiz. O'ta yotoq joylari, sharoitlari qanaqa? Sharoitlari zo'r, qo'rqmasdan aytib olamiz. Ovqatlari ham juda yaxshi. 15-10 xilga yaqin ovqatlar berishadi. Talab olib yesangiz bo'ladi bemalol. Asosiysi hammasi bepul. Kuniga shunda 3 mahal ovqat bo'ladi. Ha, kuniga 3 mahal issiq ovqat bo'ladi. Yevro taomlari bor va asosiysi halol. Qo'rqmasdan yeya olasiz ovqatlarini shu. Qanaqa mehmonxonada siz ishladingiz? Biz Varnada, Zoltoy Peskida, Atlas 4 yulduzli mehmonxonada ishlaganmiz barmen bo'lib. Barmenlik yaxshi, o'ziga yarasha mas'uliyati bor, lekin harakat qilsa juda yaxshi, daromadi ham yaxshi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Qiyinchiliklar til bilganimiz uchun juda qiynalmadik. Til bilganligi yaxshi. Asosiysi shu muomalada, turistlar bilan yaxshi muomalada bo'lib, ularga yaxshi xizmat ko'rsatsangiz, albatta xizmatingizni qadrlab, o'zlari bir qanaqadir pul tomonlamami rag'bat qilishadi sizga. Necha soat davomida ishlardingiz kuniga? Ishimiz shu 12 soat, ertaman 7 dan kech payt 7 gacha. 2 kun ish, 2 kun dam. Biroq o'shanda 15 kun ishlaganmiz. Bu grafikni o'zingiz tanlaganmisiz yoki? Buni ish beruvchi tanlab bergan. Undan ko'proq ishlash iloji ham bo'lganmi yoki qanaqa? Ishlasa bo'lgan, gaplashsa albatta imkon qilib berishgan. Lekin 2 kun ish, 2 kundan bizga ancha yengillik bo'lgan bizga ancha. Yengillik berish. Shunda haftasiga 4 kun ishlardingiz, shunaqa? Ha, haftasiga 4 kun ishlaganmiz. Faxriddin aka, mavsumiy ish moliyaviy tomondan o'zini oqladimi? Qo'rqmasdan ayta olaman, juda ham yaxshi qoplagan. Shunga zo'r bo'lgan, qopladi. Ketish o'zi sizda maqsad pul topishmidi, ko'proq yo sayohat qilishmidi? Maqsadim asosiy sayohat edi. Boshqa davlatdagi fuqarolar bilan qanaqadir muomala qilish, ular bilan yaqinroq tanishish, madaniyati haqiqatan juda ham zo'r qoplagan. Qo'rqmasdan ayta olamiz. U yerda yashayotgan joyingizda o'zbeklar ko'pmi? O'zbeklar yarasha ko'p. Asosan qo'shni davlatlarimizdan Qirg'iziston, Qozog'iston, shulik o'zbeklar ham kam emas, ko'p. Talabalar asosiy. Sir bo'lmasa, oyiga qancha topdingiz? Qancha o'zingiz bilan olib kela oldingiz? O'tda ham sarf xarajatlar bo'lgan. Nimalarga o'zi sarflagansiz pullarni? Oyligimiz asosan yaxshi bo'lgan. 800 dan 1000 gacha topsa bo'lgan. Oyiga. O'shanda biz общий 3000 dollarcha pul topganmiz 3 oy davomida. Yaxshi bo'lgan. Nima narsalarga pullaringizni odatda sarf qilardingiz? Biz pullarimizni odatda sarflamaganmiz, chunki ovqatimiz bepul bo'lgan, turar joyimiz ham bepul bo'lganligi uchun shaxsiy xarajatimizga sarflaganmiz. Kiyim-kechak, uyga sovg'a-salomga sarflaganmiz. Aviachipta xarajatlari, viza xarajatlari. Aviachipta xarajatlari, viza xarajatlariga aviachiptaga pul to'lamaganmiz. Firma o'zi ish beruvchi bilan gaplashib, borda keldi biletini hal qilib berishgan. Viza xarajatlariga o'rtacha 400 dan 600 dollar pul ketadi. Til bilish darajasi qanchalik muhim rol o'ynaydi o'ta? Til bilish darajasi agar oshpaz yoki bir ofitsiant bo'lsa, rus tili o'rtacha bilsa bo'ladi. Lekin barmenlarga обязательно rus tili, ingliz tili. Ingliz tili asosan mehmonlar bilan suhbatga kirishish, muloqotga kirishish, u nima istayotganini sizga yetkazib berish uchun ingliz tili, rus tilini o'rtacha bilish kerak. Lekin biz borgandan ko'rdik, turk tili ham asosiy rol o'ynar ekan u yerda. Turklar juda ham ko'p ekan. Mehmonlarning ham aksariyati hatto 50% desak ham bo'ladi turklar. Ushbu yo'nalishlardan daromadi ko'proq bo'lgan yo'nalish qaysi biri? Barmenmi yo oshpazmi? Qaysi yo'nalishlar? Eng oylik balandroq hisoblasak, oshpaz yordamchisi yoki barmenlik. Ofitsiantlik yomon emas, yaxshi. Ofitsiantlar ham 600-700 dollar pul topishgan, 800 dollargacha. Lekin daromad haqida gaplashadigan bo'lsak, daromad eng yaxshisi barmenlik va oshpaz yordamchisi. Oshpaz yordamchisi barmenlik 800 dan 1000 gacha topsa bo'ladi, bemalol. Qo'rqmasdan ayta olamiz. Bu har kimga har xildir, lekin biz shunaqa daromad topib kelmoqdamiz 2 yildan beri. Demak, bu birinchi borishingiz emas? Yo'q, bu birinchisi emas, bu uchinchisi. 3 oy davomida esda qolarli voqea bo'lgan bo'lsa, aytib bersangiz. Biz ish davomimizda bir qiziq voqea bo'lgan.
bir mehmon kelgan, ular bilan oddiy muloqot qilganmiz. Keyin bilsak, Germaniyada mashina zavodi direktori bo'lib chiqqan biznesmen. Ular bilan muloqot qilganmiz. O'zlariga yarasha bizga maslahat berishgan, biz maslahatni olganmiz. Albatta maslahat bepul bo'lgan, eng asosiysi. Shu katta biznesmenlar bilan ko'rishib muomala qilganmiz. O'zimizga kerak narsani olganmiz. Shu bizning voqealardan bo'lgan. Siz o'tga til bilib ketgansiz? Til bilib ketganmiz. Shuning uchun uncha qiynalmaganmiz. Asosan rus tilini bilsa ancha ish yengilroq bo'ladi. Ish mehmonlar bilan, ish beruvchilar bilan muloqotga kirish osonroq bo'ladi. Siz ingliz va rus tillarida bemalol gaplasha olasiz. Ingliz rus tilida gaplasha olamiz, suhbat darajasida, turk tilida ham asosan. Rus tilini bilmay turib, ingliz yoki turk tilini bilsa ham ketsa bo'ladimi? Albatta, qo'rqmasdan ketsa bo'ladi. Bunaqa katta muammo bo'lmaydi. Ingliz tilini bilganligi ham zo'r, turk tilini bilganligi ham zo'r. Ko'pchilik savol tug'diradi, rus tilini bilmasak, ingliz tilini bilmasak nima qilsak bo'ladi? Borsa bo'ladi. Bunaqa qiyin bo'lib ketmaydi. Jar tushunmay qolgan taqdiringizda sizga soqovchalab tushuntirishadi. Biz o'zbek tilida shunaqa til bor. Til bilmagan soqovchalab tushuntiramiz. Buni qil, buni qil, buni qil. Qo'l bilan, ishora bilan ko'rsatishadi. Bunaqa talabalar ko'p bo'lgan. O'zimiz ham ko'rganmiz, o'z ko'zimiz bilan soqovchalab tushuntirishgan. Bunaqa asabiylik bo'lmaydi edi. Inson haqorat qilish, hammasi bosiqlik bilan stressga duch kelmaysiz asosan. Shunisi zo'r. Ish faoliyatida ishdan haydalgan, ishi yoqmagan xodimlar ham bo'lganmi? Ish davomida ish yoqmasa sizga boshqa ishga o'tkazib berishadi. Bu muammosi yo'q. Lekin 2 yillik tajribadan kelib chiqadigan bo'lsak, hech kim hali bizni ko'zimiz oldimizda ish yoqmadi demagan. Hammasi ish zo'r. Ish beruvchi ham ko'ngilingizga qaraydi, yumshoq muomala. Bunaqa narsa bo'lmagan. Hammaning o'z ishiga o'zi yoqadi. Nimagaki yengil ish. Shunisi yaxshi. Sizni maqsadingiz sayohat qilish edi. Sayohat qila oldingizmi? Vaqt topildimi? Vaqt bemalol topildi. Mazza sayohat qildik, ko'rdik, shaharlarni ko'rdik. Mazza qildik dengiz asosan. Dengizdan kelmadik desa ham bo'ladi. Zo'r. Safar davomida, sayohat davomida qiyinchiliklarga uchradingizmi? Asosan qiyinchiliklarga uchramadik. Til bilganimiz uchun bemalol mazza qilib yurdik. Shahar ham u darajada katta emas, tushunarli va aniq keltirib berishgan. Qaysi avtobus qayerga boradi? Shunisi zo'r. Avtobus zo'r shuning uchun. Sayohat qilib qayerlarga bordingiz? Sayohat qilib shu boshqa viloyatlarga chiqdik. Juda ham yaxshi joylar bor ekan. O'rmonlarga bordik. O'rmonga duch keldik, juda ham katta ekan. Haqiqatda hayvonlar bor ekan. Asldan chiqazib qo'yishga ehtiyot bo'linglar deb. Lekin gid xizmatda bordik, o'zimiz borganimiz yo'q. Lekin juda ham zo'r va adrenalinga juda ham boy hissiyot bo'ldi bizda, zo'r. Mazza qilib keldik. Hujjatlar masalasiga kelsak, hujjatlar rasmiylashtirish qanchalik uzoq vaqt davom etgan? Asosan uzoq vaqt davom etmagan. Taklif topshirganmiz. Shu yoz mavsumi kelganda chaqirib vizamizni olganmiz. Biletimizni olib berishgan, shu ketganmiz. Firma tanlashda qiyinchiliklar bo'lganmi? Albatta, firma tanlashda menimcha hammada qiyinchilik bo'ladi. Bizda ham juda ham qiyinchilik bo'lgan, ikkilanishlar, ishonchsizliklar bo'lgan. Uchraganmiz ishonchsizlikka ham. Bir yaqin tanishimiz tavsiya bergan shu firmani borib gaplashdik, muomala qildik, hamma narsalarni ko'rsatishdi. Hammasi asosan ishonchimiz hosil bo'ldi. Bordik, haqiqatan aytganlaridek oylikka oldik, aytganlaridek sharoit, ishonchimiz hosil bo'lib, yana qaytib ketyapmiz. Keyingi sayohatim yana Bolgariyaga deb aytyapsiz. Xudo xolisa 2026-yilda. Nimaga aynan yana Bolgariyaga bormoqchisiz? Chunki Bolgariya bizga juda yoqib qolgan. Qulayliklari, ishimiz, sayohat yoqib qolganligi uchun eng asosiy daromad. Shuning uchun ketyapmiz yana qaytib Bolgariyaga. Nimaga Germaniyadagi mavsumiy ish yoki Angliyadagi mavsumiy ish emas, aynan Bolgariyadagi mavsumiy ish tanlayapsiz? Germaniyani, Angliyani tanlamaganimiz sababi viza olish ko'rsatkichi juda ham past va qiyin. Shuning uchun Bolgariyani tanlaganmiz. Bolgariyada viza chiqishi 95%, 100% gacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun Bolgariyani tanlaganmiz, viza berish osonligi bo'lgani uchun. Ayni sizda necha kunda vizangizni qo'lga kiritdingiz? Vizani 2 hafta qo'lga kiritganmiz. Suhbatsiz asosiysi. Hujjat topshirib, vizaga kirguncha bo'lgan muddat qancha bo'lgan? Hujjatni biz dekabrda topshirganmiz, noyabrda topshirganmiz. Javobi fevralda chiqqan. Mart ichi vizamizni olib, iyunning boshida uchib ketganmiz Bolgariyaga. Yaqinlaringizga ham shu yo'nalishda sizga o'xshab borib kelib, mazza qilib ishlab daromad qilishni tavsiya etasizmi? Tanishlarimga va men tanimagan studentlarga qaysi firmadan ketsam ekan, qaysi bir ishonchli ekan deb ikkilanayotgan talabalarga va tanishlarimizga, akalarimizga ham, ukalarimizga ham, opa singillarimizga qo'rqmasdan Get-Work tanlashni maslahat beraman. Bu reklama emas, bu tavsiya bu. Shuning uchun qo'rqmasdan kelib dokumentlarni topshirib ketsanglar bo'ladi. Asosiysi ishonchli.
va xizmat ko'rsatish darajasi 100, вообще zo'r va tez.